Tuman hokimidan prezidentgacha O'zbekistonning yaqin tarixida joniga qasd qilgan 6 amaldor haqida gaplashamiz. Undan oldin esa videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. 26 oktyabr kuni Prezident administratsiyasi Axborot siyosati departamentining sobiq rahbari Komil Allamjonovning avtomobili o'qqa tutilgan edi. Hozirga qadar 7 nafar shaxs ushbu jinoyatga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan. Ulardan 2 nafari xorijdan ushlab kelingan. Ayni paytda Bosh prokuratura suiqasd voqeasini tergov qilmoqda. O'zbekistonning yaqin o'tmishida amaldorlarning joniga qasd qilish bilan bog'liq bir qancha jinoyatlar yuz bergan bo'lsa-da, jamoatchilik bu haqda deyarli ma'lumotga ega emas, chunki ularning tafsilotlari matbuotda qariyb yoritilmagan. Mazkur maqolada O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov, mamlakat vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov, birinchi prezident Islom Karimov hamda 3 nafar hokimlarga uyushtirilgan suiqasdlar yodga olinadi. Asosiy maqsad qo'rqitib qo'yish bo'lgan. 1991-yilning iyulida hozirgi Amir Temur xiyoboni va O'zbekiston mehmonxonasi atrofidagi markaziy chorrahada O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning xizmat mashinasiga ustma-ust o'qqa tutilgan. Bu payt u Respublika Oliy Kengashi deputati, parlamentning oshkoralik qo'mitasi raisi bo'lgan. Suiqasddan sal avval bir qancha deputatlar Oliy Kengash raisi lavozimiga aynan Vohidovning nomzodini ilgari surishgan. Hodisa haqida faqatgina Komsomolskaya Pravdaning 1991-yil 27-iyulidagi sonida shapaloqday maqola chop etilgan. Garchi oshkoralik davri bo'lishiga qaramay, boshqa nashrlar sukut saqlagan. Rus tilidagi xabarlar Erkin Vohidovning mashinasiga merganlik qurolidan 2 marta o'q otilgani, bu ekspertiza ma'lumotlarida ham aks etgani xususida so'z boradi. O'qlar Volga avtomobilining tomiga tekkan deb yozgan suiqasd haqida xabar bergan nashr. Eng qizig'i 1991-yilning 30-iyulidan 2-avgustgacha chop etilgan qator markaziy gazetalar: Xalq so'zi, Toshkent oqshomi, Sovet O'zbekistoni, Toshkent haqiqati, Yosh Leninchi, Qishloq haqiqati, O'zbekiston adabiyoti va san'ati, Pravda Vostoka, Vecherniy Toshkent nashrlarida O'zbekiston SSR xalq deputati Erkin Vohidovga suiqasd uyushtirilgani rad etib chiqiladi. Tegishli mo'tabar idoralar sinchkovlik bilan o'tkazgan tekshirish bu uydirmaning mutlaqo asossiz ekanini ko'rsatdi. Unga siyosiy maqsad ko'zlagani shundoqqina ko'rinib turibdi. Mutaxassislarning xulosalariga qaraganda, avtomobil tomidagi ezilgan joy va uchburchak shaklidagi bitta teshik o't ochuvchi qurol qo'llanganligining natijasi emasligini, balki atigi bir necha millimetr ichkariga o'yib kirgan va hatto kabinaning ichki qoplamasiga ham zarar yetkazmagan qandaydir narsaning ta'sirida ro'y berganligini ko'rsatib turibdi. Bundan tashqari, kabina ichidagi qoplama bilan avtomobil tomi orasida boshqa hech qanday o'zga narsalar topilmadi. Shunday qilib, Erkin Vohidov tushgan mashinaga hech qanday o'q otilmagani rasman aniqlandi, deyiladi markaziy nashrlarda e'lon qilingan bir xil mazmundagi xabarda. Qayd etilishicha, Oliy Kengash rayosatining 1991-yil 29-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishida Komsomolskaya Pravda gazetasida chop etilgan xabar muhokama qilingan. O'tkazilgan tekshiruv materiallari va maxsus ekspertiza xulosasi ko'rib chiqilgan. Majlisda so'zga chiqqan Erkin Vohidov mazkur xabar ko'pdan ko'p do'stlari va oila a'zolarining tinchini buzganini aytib, o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirilganini rad etgan. Komsomolskaya Pravda gazetasi esa uchar mixlar sarlavhali
maqola chop etgan. Unda shahar markazida ketayotgan mashina oynasini qandaydir mixlar teshib o'tgani haqida voqea guvohlaridan iqtibos keltirgan. Biroq xalq shoirni yaqindan tanigan, bilgan. Hodisa tafsilotlarini uning guvohlaridan eshitganlar Vohidovning xizmat mashinasi chindan ham o'qqa tutilganligini, biroq na u va na haydovchi jabrlanganini ta'kidlaydi. Joniga qasd qilganidan kuchli shok holatiga tushgan xalq shoiri voqea joyidan to'g'ri kasalxonaga olib ketilgan. Shoirning o'zidan hodisa tafsilotlarini eshitganlar Vohidovning Oliy Kengash Rayosat Majlisida joniga qasd qilganini inkor etganini esa qo'rquv instinkti bilan izohlashgan. Ularga ko'ra suiqasd ham ayni shu maqsadda, ya'ni ko'zga ko'ringan deputatni o'ldirish uchun emas, balki qo'rqitib qo'yish uchun amalga oshirilgan. Bu ishning boshida turganlar maqsadlariga erishishdi. Shundan keyin Erkin aka juda ehtiyotkor bo'lib qoldilar, deyishadi suhbatdoshlarimiz. O'zbekiston qahramoni, xalqimizning atoqli farzandi Erkin Vohidov uzoq davom etgan xastalikdan so'ng 2016-yil 30-may kuni 79 yoshida vafot etdi. U poytaxtdagi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Garchi siyosiy sabablarga ko'ra jamoatchilik nazaridan panada yurishga majbur bo'lgan. Hatto vafoti haqida markaziy nashrlar sukut saqlagan bo'lsa-da, shoirning xotirasi tiklandi va boy ijodiy merosini o'rganish bo'yicha katta ishlar qilindi. Shavkat Mirziyoyev bugungi adabiy jarayonlarda Erkin Vohidov va Abdulla Oripovning o'rni bilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 7-dekabrda imzolagan qaroriga muvofiq O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning 80 yilligi respublikamizda keng miqyosda nishonlandi. Shu yilning o'zidayoq Erkin Vohidov yashagan xonadonda shoirga atalgan yodgorlik lavhasi o'rnatildi. Hukumat qarori bilan Marg'ilonda Erkin Vohidov muzeyi tashkil etildi. Haykali qad rostladi. Shuningdek, bu shaharda Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi faoliyati yo'lga qo'yildi. Vitse-prezidentlikdan iste'fo bergan amaldor 1990-yil 24-mart kuni O'zbekiston SSRda vitse-prezident lavozimi ham joriy qilinib, unga Shukrullo Mirsaidov tayinlangan. Ushbu shaxs mamlakat tarixida birinchi va oxirgi vitse-prezident hisoblanadi. 1992-yil 13-yanvar kuni vitse-prezidentlik lavozimi tugatilib, bosh vazir lavozimi ta'sis etilgan. Ayrim manbalarda Mirsaidov bugungacha, ya'ni 1992-yil 4-yanvarda bo'lib o'tgan parlament sessiyasida tiz cho'kib yashagandan tik turib o'lmoq afzal degan bayonot bilan iste'fo bergani keltiriladi. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra 1993-yilda O'zbekiston Oliy sudi Shukrullo Mirsaidovni mansab vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topadi. Sud hukmiga ko'ra, u O'zbekiston vitse-prezidenti sifatida chet el fuqarosi xorijiy kompaniyalardan birining vakili bilan shubhali munosabatda bo'lgan va o'z qo'l ostidagilarga paxta yetkazib berish bo'yicha respublika iqtisodiyotiga foyda keltirmaydigan shartnomalar tuzish bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Davlatga yetkazilgan iqtisodiy zarar 5,6 million dollarga baholangan. Siyosatchi mol-mulki musodara qilingan holda 3 yil muddatga umumiy tartibdagi qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq respublika mustaqilligining 1 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya doirasida jazoni o'tashdan ozod etildi. Biroq BBC O'zbek xizmati Mirsaidovning sudga tortilish tarixini boshqacharoq tasvirlaydi. 1992-yil yanvarida Toshkentdagi talabalar shaharchasidagi namoyishlarning kuch bilan bostirilishi ortidan iste'fo bergan Shukrullo Mirsaidov o'z qarorini O'zbekistonda demokratik islohotlar amalga oshirilmayotgani bilan izohlaydi. U demokratiya va oshkoralik siyosatining o'rnini avtoritarizm egallab borayotganini urg'ulab, prezident Islom Karimovga ochiq
maktub ham yo'llagan. Ko'p o'tmay muxolifatning Toshkentdagi demokratik kuchlar forumida ishtirok etgan Shukrullo Mirsaidov prezident Karimov boshqaruviga qarshi harakatlarni birlashtirishga uringani aytiladi. Islom Karimov ma'muriyatining keskin tanqidchilaridan bo'lgan Shukrullo Mirsaidov o'z vaqtida hukumat tomonidan jiddiy siyosiy tahdid sifatida ko'rilgan. 1992-yilda Shukrullo Mirsaidovga qarshi tovlamachilik va poraxo'rlik ayblari bilan yirik jinoyat ishi ochiladi. Unda Mirsaidov vitse-prezidentlik lavozimini egallab turgan payt o'zbek paxtasidan kelgan yirik mablag'larni o'zlashtirganlikda ayblanadi. 1 million AQSh dollari miqdoridagi jarimaga tortiladi. Ammo keyinroq xalqaro arbitraj Shukrullo Mirsaidovni oqlaydi, deyiladi BBC O'zbek xizmati e'lon qilgan maqolada. 1993-yilning avgust oyida Mirsaidovga suiqasd uyushtiriladi. Uning mashinasi portlatilgan, ammo o'zi tasodifan tirik qolgan. Sobiq vitse-prezident mazkur voqeadan keyin ham siyosiy maslagidan voz kechmaydi. BBCning yozishicha, noma'lum shaxslar tomonidan 1995-yilda uning o'g'li o'g'irlab, do'pposlab keltiriladi. Shundan so'ng Shukrullo Mirsaidov siyosiy faoliyatini to'xtatishini e'lon qiladi va umrining oxirigacha siyosatdan uzoq yurgan. U 2012-yilning 2-noyabr kuni 73 yoshida Toshkentda olamdan o'tgan. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang.